Assalomu alaykum. Dunyo shirinliklari kanalim a'zolari, bugun sizlar bilan tayyor Napoleon tortini krem qilishni o'rganamiz. 3 dona margarinni olib past olovda eritib olamiz va moloko bilan yaxshilab aralashtirib bir xil massaga kelgunga qadar aralashtirib olamiz. Napoleon tortini yemagan, Napoleon tortini yaxshi ko'rmagan inson bo'lmasa kerak. Hamma yaxshi ko'radi bu tortimizni, chunki o'ta mazali chiqadi. Shuning uchun umuman tayyorlab ko'rmagan ham bittada o'xshab chiqadi. Shuning uchun oldindan tayyorlab olgan Napoleon xamirlarimni faqat krem qilishni o'rgatyapman. Har bir qavatiga yaxshilab tayyor kremimizni surtib olamiz. Eng oxirgi qavatini ham yaxshilab surib oldik. Xamirimiz yonidan chiqqan bo'laklaridan kroshka qilib olganman. Yuzini chiroyli qilib bezatib olamiz. Mana ko'rib turganingizdek juda ham chiroyli va mazali bo'lgan Napoleon tortimiz tayyor bo'ldi. 2 soatga muzlatgichga qo'yib, 2 soatdan keyin bemalol dasturxonga tortsangiz bo'ladi. Barchangizga yaxshi kayfiyat, yoqimli ishtaha, sog' omon bo'ling.